Assalomu alaykum azizlarim. Mana bugun bu aqlaning fitilni tuvakdaydi. Torfga o'tkazdim, qarang qanday chiroyli bo'ldi. Mana bu dekabris qarang. Buni ham ko'chirdim. Mana qora zamiyani ko'chirmoqchiman endi. Hamda yashil zamiyani ko'chirmoqchiman. Mana bunday universal torf. Tayyor universal torf. Ana shuni hech qanday aralashma qo'shilmay ichiga o'zi kokosli torf, perlit, vermikulit, drenajlar, hamma narsa aralashmasi tayyor. Buni boshqa qo'shimcha hovli tuproqlari, nurlar qo'shilmaydi. Tarkibi buziladi, keyin gulni kasallantirib qo'yadi. Faqat shuni o'zidan ishlatiladi buni. Mana azizlar, yuvib oldim. Chirigan tomirlarni olib tashladim, sog'lom tomirlarni qoldirdim. Bor ekan 5-6 chirigan tomirlari. Mana qarang, kartoshkasi qanday katta bo'lgan. Shuning uchun ham chirigan tomir bor uchun mana birinchi ko'kargan tanasi sarg'ayishni boshladi-da. O'shanga qo'rqib ochgandim, chirigan tomirlari bor ekan. Ana endi buni tuvakka drenaj soldim, pukak soldim. Endi torfni solib o'tkazib olamiz. Mana solib oldik. Endi ustidan torf quyib solamiz. Mana bu gulimiz ham tayyor, o'tkazildi. Endi qora zamiyani mana buni endi ochib boshqa tuvakka olamiz. Mana bu gulimni ochdim. Juda sog'lom tomirlari. Kasallangan tomiri yo'q. Hammasi sog'lom. Kartoshkalari shunaqangi chiroyli holatda turibdi. Buni buzmasdan shu holatda ekmoqchiman. Mana bunaqa asmakotdan aralashtirdim. Hammasini ham gruntlariga o'shani aralashtirdim. Juda yaxshi oziqa beradi. Mana oxirgi gulimni ham ochdim. Buni mana bunday bargi sarg'aygan edi. Qo'rqqanim nima bo'ldi ekan deb. Kartoshkasi chirmabdi-yu, ildizlari chiribdi. Chirigan ildizlarni olib, sog'lom ildizlarni qoldirib, buni ham xuddi shunday qilib ko'chirib olamiz. Oxirgi gulimni endi tuvagi mana bunday bo'lgan. Yuvib, tuvagini tozalab olinadi. Tuvagida kasallik bo'lsa, keyin gulni yangi o'tkazgan vaqtingiz yana o'tishi mumkin. Shuning uchun har safar almashtirgan payt tuvagni yaxshilab yuviladi. Asmakotlarni aralashtirib, buni ham xuddi shu avvalgi gullarimizda o'tkazib olamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Like va podpiska tugmachalarini bosib qo'yishlaringizni iltimos qilib qolaman. Yana videomiz keyinroq tarqalaversa, yana qiziq